Mirzohid aka. Qornimiz ochib ketdi, yoqda bilasiz, xuddi o'la qimmat. Mayt yeb olaylik endi. Ha? Yetib keldik, xudo xolasa. Anjanga. Vermaq eshiklari degan ekan mana. Mirzohid aka. Ichkarida ko'rishamiz endi. Mana bu eshiklar Mirzohid aka 4.790.000 ekan. Qalinliklarini ham ko'ring mana. Necha ekan bu? 8 sm shekilli, 8 mi 9 mi? Ichlari tupli-tul bo'lgan ekan. Endi manaqa eshiklar ham bor mana. Ichkariga keyin bir yo'la xudo xolasa zakaz qilib ketamiz-da. Joylar tayyor bo'laversin. Buni siraz olib borib o'rnatatda bo'lardi usta siraz. Mana 2 million ekan, 1.190.000. 1.990.000. Mana shunaqa eshiklar. Bizniki bor-ku, ikkinchi etajdagi, xuddi tashindan ekan mana ular. 1.190.000lar. Xuddi mashindan bizniki mana. Mashinlardan ko'rib, yo'q, har xil eshik bor bu yerda, xudo xolasa. Zo'r joyda. Endi hozir zakaz qilib qo'ysak, joy tayyor bo'lish kerak-da bunga. Borib o'rnatadi bular. Usta borish kerak. Mana xuddi biznikidan ekan, biz eshikdan ekan. Bir xil ekan. Tanlaverasiz endi sekin. Mana shunaqa eshiklar ekan. Hozir videosiga olsin tashlaymiz. Kutasiz endi. Assalomu alaykum. Mirzohid aka, biz sizga eshik ko'rgani ketyapmiz, eshik zakaz qilgan Anjanga, xudo xolasa. Hozir borib ashitda eshiklar ko'rib, tanlab, video qilib jo'nataman. Tanlaysizda. Ko'ramiz ashitda. Ya aşağıda ko'rishamiz endi. Tak, ketdik biz mana. Anjanga. Ashitda ko'rishamiz endi. Videolarni qilib tashlayveraman endi. Davay.